Dilfuza yoshligingizda yaxshi baho olib, faxriyorlik olganmisiz? Ha, lekin hozirgilarga mazada. Nimaga? Ham yaxshi bahoga o'qib faxriyorlik olishi mumkin, ham notebook, moped, velosiped singari qimmatbaho sovg'alarni ham olishi mumkin. Oling, qaysi maktabda shunaqa ekan? Siz hali bilmadingizmi? Bilganim yo'q. Yoki sizlar bildinglarmi? Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Bu Najot ta'lim maktabi ekan. Maktab haqida hozir yaqindan tanishtiramiz. Maktab matematika, IT, robototexnika va ingliz tili fanlariga ixtisoslashtirilgan darslar amaliyot bilan chambarchas holatda o'tiladi. Maktab o'zi uchun maxsus edu baza tizimini joriy qilgan bo'lib, darslar interaktiv tarzda o'tiladi. Qolaversa, o'quvchilar uchun 100 ballik xulq-atvor tizimi ham mavjud. Najot ta'lim maktabi ota-onalar uchun maxsus ilova joriy qilgan bo'lib, ushbu ilova orqali farzandlarni bemalol nazorat qilib turishlari mumkin bo'ladi. Voy Shukurjon, qarang nima topib oldi. Nima narsa bu? Bu maktabda maxsus amallar daftari ekan. Nima qiladi bunda? Bunda o'quvchilar bajargan amallarni plus qilib belgilab chiqar ekan. Bilasizmi, bu nimaga foyda beradi? Nimaga foyda beradi? O'quvchining ta'lim tarbiyasiga. Agar o'quvchi bir oy davomida 86% dan yuqori natija to'plasa, stipendiya ham berishar ekan. Bu yerda 3 mahal issiq ovqat, har 6 oyda tibbiy ko'rik, qolaversa boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun 2 tadan ustoz, yuqori sinf o'quvchilari uchun esa 2 tadan tyutorlar ham bor. Qolaversa o'quvchilar mahalliy va xorijiy olimpiadalarga ishtirok etsa ham bo'lar ekan. Buni qaranglar, maktabning yuqori sinf o'quvchi qizlari uchun darsdan tashqari pazandachilik to'garaklari ham bor ekan. Zo'r-ku. Bundan tashqari maktabda coin tizimi joriy qilingan bo'lib, bunda o'quvchilar darsdagi ishtirokga xulq-atvor bilan ball yig'ishadi. To'plagan ballarga esa mamlakat ajoyib sovg'alarni xarid qilishlari mumkin. Agar ko'proq ballarga ega bo'lishsa, auksion orqali shunaqangi velosiped va noutbuk va qimmatbaho sovg'alarni sotib olishlari mumkin. Bundan ko'zlangan maqsad esa o'quvchilarni darsga yanada qiziqtirish. Najot ta'lim maktabida har shanba ochiq eshiklar kuni bo'lib o'tadi. Batafsil ma'lumotlarga ega bo'lish uchun quyidagi nomerlarga aloqaga chiqing. Videoni farzandi bor tanishlaringizga teng qilib yuborib qo'ying.